Yana bitta hoji akamizni duolarini olganmiz. Asaka shahriga kelganmiz. Ikkinchi etaj, uchinchi etaj balkon qismlariga perila xizmatimizni ham qilib berganmiz. Mana bu bitmagan holati. Mana bu bitgan holati. Bitta ko'rib baho berasizlar. Bu hali hammasi emas. Xonadonimizni birinchi etajida boshqacha fasonda dekorativniy oyna qo'yib berganmiz. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, ustanovka ishlarimizni ham qo'yganmiz.